Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Abdulaziz Bozorov kanali. Bugungi videoda biz challenge'imizning bugun ikkinchi qismi do'stlar. Challenge haqida eslatib o'tsam, bu o'zim futbolchilardan tarkib tuzish. Birinchi videoda biz birinchi qismini ko'rganlar biladi. Birinchi qismda biz ikkita futbolchi Carlos Eduardo va Alessandro Diatani olgandik. Lekin biz ikkitamiz 3 ta bo'y uzun futbolchi bor. Mana bu Kasper Vidal o'zi akkauntda bor ekan, tarkibda bor ekan. Xolos biz 3 ta bo'y uzun futbolchi bor. Birinchi qismda aytib o'tdim, shu futbolchini qoldirmayman degan kommentariyaga bitta odam hadeb yozgan ekan. Qolgan hech kim yodib yozmagan, shu sababli bu futbolchini qoldiramiz bugun. Ya'ni korotcha tarkibda qoldiramiz bu futbolchini. Agarda challenge'imizni endi ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga maslahatim darhol shu videoni to'xtatib, birinchi qismini ko'ring. Shu videoni to'xtatib turib, ikkinchi qismini birinchi qismini ko'rishni maslahat beraman. Shunda videoni boshdan ko'rgan bo'lasiz bu challenge'imizni va qiziqarligidan o'shadan qiziqib olishingiz mumkin. Birinchi qismida xullas bizda 3 ta bo'y uzun futbolchilar bor. Esingizda bo'lsa, birinchi qismda mana Scottdan Collinsga tushirdim. 195 cm himoyachini, takliflari ham, kuch darajalari ham yaxshi. Shu futbolchi uchun yetarlicha tanladim. Endi uni sotib olamiz. Sotib olib bo'ldik. Endi sizlarga bir narsa aytib o'tay. Bundan keyin biz 60 pluslarni olmaymiz. Faqat 70 plus va 80 pluslarni olishga harakat qilamiz. Chunki faqat 60 pluslarni olaversak, tarkib kuchsiz bo'lib qoladi. Bu esa hech kimga yoqmasligi aniq. Shuning uchun faqat bu uzun futbolchilarni yig'ishda ham 70 plus 80 pluslarni olamiz. Collinsni baq qo'yib olamiz. Va bo'ldi. Mana tasavvur qilamiz. Oy, ikkita bo'y uzun futbolchi. Sauza va Rohil. 192 Rohil. Tezliklari ham yaxshi holatda. Lekin degan joyi bor. Biz 70 pluslarni olamiz dedik, shuning uchun Rohilni ololmaymiz. Bu yerda Renshi ketdi, lekin bo'y pas. Renshi ketdi, lekin bo'yi baland, lekin darajasi pastda. Bo'y uzun futbolchi. Bitta darvozabon olamiz deganmiz. Yani yaxshi darvozabon bo'lishi kerak. Shishko ketdi. Shishko 195 cm. Yaxshi bo'y, 70 plus. Bu futbolchini albatta olish kerak, shuning uchun menda zo'r reja bor. Ikkiga uxlashga 4 tagini olmasa yetmayapti hozir. Mana bu yoqdan ikkita o'yinni o'tkazib bo'lsam, olmos beradi. Joy chiqib ketamiz. Bundan ham hozir chiqib ketamiz. Olmaz oldu mana. Mana bizda 4 ta olmos oldik. Endi shishkon quflaymiz. Shishkon qufladik. Endi Sabita kelgan. Mana shu Sabita ketma-ket 5 ta o'yin o'tish kerak. Shu Sabitani yutib, endi agent ochamiz. Bu o'zin futbolchi bermasa ham qora kartli berishini so'rab qolgan bo'lardik. Yo'q, qora kartli berish kerak. Yoki bu o'zin futbolchi berish kerak. Men rozi emasman. Hozir biz uxlagan, mana 3 minut xullas bloklanib qo'ygan. Biz bunisi karer o'yinini o'ynaymiz. Karer o'yinini o'ynashni boshladik. Xo'sh.
boshqaruv tugmalari ishlamayapti. Ishlay boshladi. Hozir o'zlaridan ketishdi. Boyagi Souza do'stlar, Scottdan chiqqan Souza Kasape jamoasida o'ynar ekan. Hozir videoni o'chirib qo'yaman va oxirida o'yin natijasini ko'rsataman. Va 2-1 hisobida g'alaba qozonib, o'sha 1-0 comeback qildik. Xo'sh, bu yerdan reklama kiritilgan olaymi? Mayli, olaman. Xo'sh, bu yerdan kim kelibdi? Va 2 metrlik deyarli Thomas Christensen kelibdi. Lekin pulimiz yo'q bizni, ya'ni tangamiz. Shuning uchun Sabit o'ynaymiz. Fizyolarni ishlatib jamoani kuchaytirib olish kerak. Endi joydan to'g'rilab chiqamiz. Qanotda o'ynatamiz. 4-5-1 ga o'tib olib, Eduardo bilan bosh bilan gol uramiz. Edward. Buning o'rin yarim himoyachi. Shuni qo'yamiz. Viktor Boyroqov. Hozircha bizda 4 ta bo'yinzin futbolchi bo'ldi. Eduardo, Diata, Vidal va Collins. Shu to'rtalasi. Birinchi o'yinimiz hali boshlaymiz endi. Hozir bu yerdan bonusdan olamiz. Endi boshlaymiz. Birinchi o'yin. Eduardo va Eduardo baland taylab berib bosh bilan gol uramiz. Chunki bo'yi baland 1.91, uni David bilan qanotdan qochamiz. Prosta qanotdan qochish. Taktika bilan Eduard kelib buni sabtir pas. Ay, qochib ketdi. Yo'q. Kerak emas, Marmush yaxshi. Eduardo, ay, qo'pollik. David pas. Pedroga qarab ketdi, javob Pedroga qarab. Voy. Mana shunisi yomon. Pressing. Collins bo'yi 1.95 bo'lgan futbolchi urvoradi. To'lay pas Eduardo. Yo'q, Marmush. Yo'q, kerak emas. Unchalik tezlik kerak emas. Bitta darvozabon chiqib yaxshi. Raqibimizga ko'rsatmasin, mana shunaqa noaniq zarbalarni ko'paytirsin. Yo'q. Yaxshi. David bilan qochamiz. Jonathan David. Yaxshi. Eduardo mana voy. Yaxshi. David topamiz. Jonathan o'tmadi. Yaxshi yomon bo'lamaydi deyapti bilan. Yaxshi emas. Yaxshi qanotda
250. Yaxshi. Хорош, yaxshi. Ay, yaxshi. Bizda debit. Carlos Eduardo bosh bilan. Vay. Taktikani o'zgartiramiz, bo'lmaydi. Jarohat olib qolyapti Viktor. Yo'q, kerak emas. Yaxshi. Mana David qochadi. Bom. Mana bu gol. Voy. Bля. Nima qilib qo'ydin? Bля, unaqa vaziyatda har doim tayyorlab kelganman. Mana David, mana kulganing uchun. Mana biz ham kulib qo'yamiz. Yaxshi, mana Davidni markaz qo'ygan, mana foydacha berdi. To'g'risini aytsam, o'yinimni ko'rib heytlar tashamaylar, shunchaki bunaqa bot akkauntga o'ynolmayman, o'rganmaganman. Shuning uchun shunaqa muomala kuzatilyapti menda. Shu akkauntga o'ynab o'rganib qo'yganman, tezroq zo'r statistikalar udar bo'lgan akkauntlardan. Ya'ni o'zimning akkauntini o'rganib qo'ygan. Endi hisob ishlaymiz. Hammaga nima qilamiz? Yotamiz. Videoni ham hozir o'chirib turaman. Va hisobda ushlab qoldim. Bironada birinchi o'yinni g'alaba bilan yakunlab olaman. Reklama ko'rib tanga olamiz. Transferga kiramiz, ko'ramiz kim ketdi. Shunisi yo'q. Transferga kiramiz. Mana reyting 4 bizga kelamiz bu. Shishkoga hozir 72 ta tanga yo'q. Tabiidan esa ko'proq beradi. Yo'q, bot o'yinchi ketdi. Naqsi bo'ladi. Jonlarni ko'paytirish. Endi shuni o'ynayveramiz. E'tiborroq qo'yib, o'ynaymiz. Ikkinchi o'yinimiz Go. Challenge accountdagi olmos berar uchun qilsak depimizda, ya'ni dirham qo'yamiz. Shu joyda videoni yakunlayman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Dalasi Bozor YouTube kanali bo'ldi.